uyga shunday kirib kelaverishdi, bizlar shunday ishlaydi, elektromobil uchun alohida do'st qilib ketishgan. Kiraverishda mana bitta katta o'zini zonasi, ikkita mashina bemalol sig'adi. O'ng qo'li bizning letniy kuxnya, mana bitta o'zini landshaftiga alohida fontan uchun kran tashlab ketilgan. Kirganda bizlar xo'l kutib oladi. O'ng qo'li bizda katta kuxnya. Oshxonani qaranglar, mana shuni ochib qo'ysanglar, katta zona bo'ladi. Oshxonasini qaranglar. Mehmon kutsanglar o'zi katta xo'ldan birga shunaqa katta ko'rinadi. Birinchi mana chap qo'lli bizda mehmonlar uchun alohida o'zida yuvinish xonasi. Bizda to'g'ri desa, ota-onalar uchun span. Mana zalni qaranglar, zalni. Alohida o'zi emulsiyasidan bilan shunaqa chiroyli tushgan. Katta zal, 7,5 ga 5,5. Har bitta lyustrasiga ahamiyat beringlar, xrustalniy, original. Endi bo'lsa ikkinchi etajdan ko'rsatadigan bo'lsa, sizlarga chiqqaninglar katta lyustra kutib oladi. O'ng qo'lli esa bizda detskiy. Zinadan chiqqani chap qo'li bizda birinchi sanuzel. Yonidagi xona bizda qizlar uchun spalni. Uni yonidagi xona esa bizda xolisanglar zal hisobida ishlatsanglar bo'ladi. Xolisanglar spalni. Mana bitta bizda esa Raditelskiy spalni o'zining ichida sanuzeli bor. Zina, plench eshiklar hammasi MD shpondan qilingan, devorlar hammasi aboy. Pastki podolimiz bizda 40 kvadrat, o'zining kotelnisi ham bor. Qo'lidan tutsanglar ham bo'ladi, uy ichidan tutsanglar ham bo'ladi. Uy egasi ham o'zi mebelshik, alohida skretga qo'ldan yoqib ketishgan. Obuv, plisosdan tiqib qo'ysanglar bo'ladi. Yoqqan bo'lsa bitta lak bosib qo'yasizlar. 3 sutu, общий maydoni 320 kvadrat. Mana alohida tepasiga ahamiyat berasizlar, plita qilingan. Xolisanglar marsarda, xolisanglar ikkinchi etaj qilib qurib olsanglar bo'ladi. Uyimizning teyagalari semon suvodan bo'lgan, pokeydan, gipsdan bo'lmagan. Uyimizning narxi 385 ming. Pastki nomerga telefon qilasizlar. Uy olaringga yaqin tanishlik jo'natib qo'yinglar. Lak bosib, podpiska qilish esdan chiqmasin.